barq samakiligini ko'pchilik so'radi, reklama qilavermasa yopishtirib ham ko'rsatib beradi. Endi buni biz yopishtirib ko'rsatib bermoqchimiz, mana devorga. Aka, nima xos? Yangi beta prezga ham shuni joy ochamiz hozir. Sizni hurmatingiz uchun bittasini shilib, boshqatdan yangisini yopishtiryapman. Barq samakilik. Obunachilar ham so'ragani uchun. Obunachilar ham so'ragani uchun faqat reklama. Qanaqa joylarga yopishadi aka? Qarang, bu oddiy gipsokarton. Xo'p. Buni baribir marta shpaklov qilish kerak, gruntov qilish kerak. Men primo yopishtiryapman hozir. Primo. Prosta vaqtdan uchish uchun. Xo'p. Tekis devorga, oynalarga bemalol shilib, qarang. Qiyin joy yo'q. Ozgina shilib olasizda. Tekislab ketaverasiz yopishtirib. Buni misol uchun o'zim video yopishtirsam bo'ladimi? Bemalol. Bitta o'zim yopishtiraman mana. Xo'p, misol uchun mebelimga yopishtirsamchi? Tak, hozir mebelchi akalar buni juda yaxshi biladi sifatini. Mebellik, samakilik anaqalar bor, baxtli samakiliklar bor, ular qimmatroq chiqadi. Bu Xitoyga arzonroq chiqadi. Bitta rulonning narxi 235 ming so'm. Uzunligi 280, eniga 70 santimetrlik bo'ladi. Razmerlari bormi? Anaqalar, ranglari deganim. Nechta ranglar bor? Ranglari juda ko'p. Xillarini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda har xilidan bor. Yangi asort, mana och yashili bor. Hammaqa trend bo'layotgan rang bor mana. Mana rang ham chiroyli ekan. Hammaqa jigar nisbatlari ham bor. Qorasiz qoralari ham bor mana. Assortimentdan muammo yo'q. Mana rangi ham chiroyli ekan, aka. Seriya rang. Seriya rangi, pashchot kelgani. Hozir trend bo'layotgan ranglardan ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, narxini 230 ming qilib beramiz. Bitta narxi, rulon narxi 235 ming so'm. Bo'ldi, videodagi akamning o'g'larini yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Maza, Toshkent, panelli, Gumbaz bozor, interior do'kon. Kelaverasizlar.